Sudokida bitta katta kvadrat bo'ladi. 9 ga 9 bo'ladi, ya'ni bu yoqdan ham 9 ta, bu yoqdan ham 9 ta. Ichida esa yana 9 ta kvadrat bo'ladi, ya'ni bitta mana bu kvadrat, bitta mana bu kvadrat, bitta bu va shunaqa ketaveradi. Har bitta shunaqa kvadrat ichida yana 9 tadan kichkina kvadratlar bor va ularning ichiga sonlar yozilgan. E'tibor bersanglar, ba'zi kvadratlarning ichida son bor, ba'zilarida yo'q. Ba'zida qilishimiz kerak bo'lgan ish bu shu kvadratlarni to'ldirib chiqish. Kattalarni sonlar bilan to'ldirishda bitta qoidalar bor, hozir sizlarga aytib o'taman. Birinchisi, mana bunaqa 9 talik kattalarda faqat 1 dan 9 gacha sonlar qo'yilishi mumkin. Sonlar 1 dan 9 gacha faqat bir marta qaytarilishi kerak. Har bitta vertikal va har bitta gorizontal qatorda bitta son bir marta qaytarilishi kerak. Kelinglar, sizlar bilan kattalarni to'ldirishni boshlaymiz. Qolgan soningizdan boshlasangiz bo'ladi, lekin eng osoni shu eng ko'p uchratilgan sonni to'ldirasizlar. Masalan, bu yerda eng ko'p yozilgan son bu 8 bo'ladi. Shuning uchun ham 8 dan boshlaymiz. Qaraymiz, qaysi 9 talik katta edi? 8 yo'q. Bu yerda bor, bu yerda ham bor, ammo bitta yo'q. Shuning uchun ham shu kattaga biz 8 qo'shimiz kerak. Ko'rib turganinglardek, bu yerda faqat bu katta bor, bu katta bor. Shu ikkalasidan bittasiga qo'shimiz kerak, lekin qaysi biriga qo'yamiz? Qaraymiz. Masalan, bunda bu yoqda bitta 8 bor. Demak, bu yoqda qo'ya olmaymiz. Bu ikkinchisi esa bu yoqda bitta yo'q, bo'mbo'sh joy. Bu yoqda ham 8 yo'q. Shuning uchun bu yerga 8 qo'ysak bo'ladi. Aytganimdek, bu qatorda faqat bitta 8 bo'lishi kerak va bu qatorda ham faqat bitta 8 bo'lishi kerak. Bu yoqda bitta, bu yoqda ham bitta. Mana luboy 8 ga qaranglar, bu yoqda masalan o'zini qatorda faqat bitta 8 bu. Bu yoqda ham faqat bitta 8, boshqa joylarga 8 qo'yilmaydi. Endi 5 larni yozib chiqamiz. Hozir 5 lar bu yoqda, mana bitta yo'q va bu yoqda yo'q. Xo'p, bu bundoq yopiladi, bu yoq yopiladi, bu qator ham yopiladi, chunki bu yoqda 5 bor va bu qoladi. Bu yoqga 5 yozamiz. Dальше, bu yoq yopildi, bu yoq ham yopildi, demak mana bunga 5 qo'yamiz. Keyinchalik hammasi to'lishni boshlagandan keyin logika bilan ishlasak ham bo'ladi. Masalan, mana bunaqa kattalarda aytgandek, 1 dan 9 gacha sonlar bo'lishi kerak, bola qaytarmaslik kerak dedim. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yo'q ekan, значит, bu 7 bo'ladi. Bu ham 1 dan 9 gacha sonlar bo'lishi kerak, bola qaytarmasligi kerak. Masalan, 1, 2 yo'q, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya'ni hozir sizlar bilan 2 bilan 9 qo'shimiz kerak bo'ladi. Bunda qaraymiz, bu yoqga 2 qo'yamizmi, 9mi? Endi tepaga qaraymiz, 9 bor ekan, значит, 2 ni qo'yamiz. Bu yoqda avtomatik 9 bo'ladi.